Assalomu alaykum do'stlar. Juda ko'p berilayotgan oxirgi paytlardagi savol ko'p suhbatlarga sabab bo'lyapti. O'yladim bir necha marta bu temalar ko'tarilgani uchun keyin buni bitta videoga yozib qo'yay. Bu savol ko'tarilgan mahal shundoqqina videoni yuboramanda как бы vaqt sarflab o'tirmaymiz. Odatda men shunday qilaman, ko'p duch keladigan keyin biznesimizni tizimlashtirishga, ya'ni sistema qurishga taalluqli bo'lgan mavzularda men doim videolarga yozib qo'yaman-da, shu tariqa как бы чтобы takrorlavermaslik uchun. Bu vaqtni ham ekonom qiladi, effektivniy, bir martada yaxshilab fikrni jamlab buni muhokama qilib olinadi, bo'ldi. Xo'p, mavzu nima? Ko'p savol berishadi, nima uchun bunchalik kompaniyalar ko'payib ketdi? Nima uchun demak bozorda hozir shunday narsa yuz beryaptiki, shu kompaniyalar ko'payib ketgani oqibatida demak kompaniyani liderlari bu kompaniyadan u kompaniyaga, u kompaniyadan u kompaniyaga o'tib yurishadi. Mana falonchi kompaniyaga hamkor lider o'tdi-da, kompaniyaga, keyin undan bunga o'tdi, keyin bunga o'tdi-da, keyin yana o'zini eski kompaniyasiga qaytdi. Tak. Shuning uchun men ikkalasiga bitta bir muhim bir misol tariqasida savolga javob bermoqchiman. Lekin avval bir narsani aytib o'tish kerak. Muhim narsani. Bilasizmi, mana shu kompaniyadan kompaniyaga o'tib yurgan demak odamlarni setivik deb atab bo'lmaydi. Nimagaligini hozir aytaman. Ya'ni asl setivikni mohiyati bor. Ya'ni setivik inson bo'lish bu ham bitta mehnat. Bu ham bitta harakat. Prosta shunaqa odamlarni bilaman. Men 25 yillik setivikman deydi. Lekin agar sal o'rgansangiz, muhokama qilmoqchi emasman, ertak pichoqqa ilinarli bir natijasi yo'q. O'sha 25 yilida. Va bu juda achinarli holat va bu setivik nomiga isnot deb bilaman. Men doim shogirdlarimga aytardim, haligacha aytib kelaman, do'stlar, biz shunaqa ishlashimiz kerak, что network marketingni, tarmoqli marketingni biz obro'sini ko'tarishimiz kerak. Bizga qarab odamlar tarmoqli marketingni asl mohiyatini ko'rish kerak. Biz shunday ishlashimiz kerak, shunday pozitsiyada bo'lishimiz kerak, natijalar qilishimiz kerak, boy yashashimiz kerakki, чтобы odamlar ko'rganda, "Wow, setiyev marketing bilan shug'ullanish kerak ekan" degan fikr bo'lish kerak. Lekin afsuski, bugungi kungacha juda ham ko'p непорядочный ishlar bo'ldi. Shu paytgacha har xil sohada, ana shu uchun ham bugungi kunda bizda bozorda insonlarning ongida tarmoqli marketingga bo'lgan fikr bori hozir bor. Gapirib o'tirmayman qanaqaligini. Hammada har xil. Xo'p, keling javobga o'tamiz. Javobga o'tishdan oldin bir qiziqarli bir voqea aytib beraman. Maktabda o'qib yurgan paytimda ikkinchi sinf rahbarimiz Ra'no opa, baraka topsinlar, ajoyib o'qituvchilarim bo'lgan meni. Odatda bilasizku, 5-sinfda, 6-sinfda edi adashmasam, yangi o'qituvchi kelgandi. Shu sinf rahbarimiz bir ajoyib bir voqea aytib bergan edi. Mana bu voqea haligacha 6-sinf bo'lsa-da, haligacha esimda. O'shanda ha deb qo'ygan ekanman, lekin chuqurligini, mazmunini tushunmaganman. Lekin hayotda o'zim o'tib, ko'p peshonalarim toshga urilib, bugungi kunda hozir o'sha hikoyani bugun mag'zini yanada chuqurroq, kengroq tushunib boryapman. Gap nima haqida? Voqea shunaqa ediki, bir kuni humo qushi kelib qushlarga uy qurishni o'rgatish uchun hamma qushlarni yig'ibdi, bir joyga to'plabdi. Va aytibdiki, do'stlar, sizlarga uy qurishni o'rgataman. Uy qurish uchun debdi-da, aytibdiki, bir o'zingizga qulay bo'lgan balandroq joydan joy topishingiz kerak degan ekan. O'sha zahoti mukcha uchib ketibdi. Bo'ldi, tushundim deb. Bilasizmi mukchani? Xo'p,
keyin xumoq kishi bir qarabdi-da, debdi-yu, gapida davom etibdi. Xo'p, baland joy topganingizdan keyin bu joy shinamroq, panaroq joy bo'lsin va bu joyga har xil shox-shabbalarni olib kelib to'plang debdi. O'sha paytda kabutar deymiz. Kabutar demak tushundim debdi, uchib ketibdi uy qurgani. U ham mukchaga o'xshab. Debdi-yu, keyin davom etibdi. Keyin bu shox-shabbalarni bir-biriga taxliysiz, bir-biriga o'rnatasiz. Keyin o'zingizga bir qulayroq joy tanlaysiz degan ekan, chittak tushundim debdi, u ham uy qurgani uchib ketibdi. Debdi-da, yana xumoqish davom etibdi. Endi bu shox-shabbalarni tayyorlab, uni qotirasiz. Va albatta bu qotiradigan, bu shox-shabbalarni yig'adigan joyingiz pana joy bo'lsin. Bu shunaqa joy bo'lsinki, u yerga yomg'ir tushmasin, u yerga iloji boricha quyosh tushmasin. Eng asosiysi, ilon u yerga kela olmaydigan joy bo'lsin degan ekan. O'sha payti mayna uchib ketibdi, tushundim deb. Oxirida kim qopti deng? Orada hali laylagam uchib ketibdi. Laylagam uchib ketibdi, orada uni esdan chiqardim va oxirida qaldirg'och qopti. Va qaldirg'och oxirigacha eshitibdi. Oxirgida nima debdi xumoqishi? Ana endi bu shox-shabbalarni qotirish uchun loy olib kelasizlar. Loy olib kelib, keyin har bitta shox-shabbaga qo'yib, uni qotirib, sinch qilib, uni buzilib ketmaydigan qilib uy qurasizlar. Agarda xohlasalaring, o'zlaringni tanalaringga moslab, unga bir tuynukcha ham yasab olsalaring, o'zingiz kira oladigan, o'zingiz sig'adigan qilib. Ana shunda xavfsiz bo'ladi, uyingiz uzoq sizga xizmat qiladi degan ekan. Ana shunda qaldirg'och eng oxirida qolib, hammasini o'rganibdi. Shu qaldirg'ochni ini biz siz bilan ko'radigan mustahkam loydan yasalgan, yillar davomida xizmat qiladigan, avlodga xizmat qiladigan uy qurar ekan. Laylaklarniki bilasiz, o stalbalarda u ham har shamolda, har dovulda buzilib ketadi. Muschanikini, demak, maynanikini ham bilasiz, tez buzilib ketadi. Eng tez buzilib ketadigani o'sha mukchaniki, kaptarniki ham tez buziladi, chumchug'niki ham. Va ularning uyi vaqtinchalik ekan. Ya'ni xulosa shuki, bu voqeadan mana bu qaldirg'och bu a'lochi o'quvchi edi. Bu oxirigacha sabr qilib, oxirigacha bilimlarni olganlar edi. Bilasizmi, shaxsan meni shogirdlarim ichida juda ham ko'p demak shogirdlarim, biz bilan birga ishlagan hamkorlarim, ayrimlari o'zlarini kompaniyalarini ochishdi va boshqa kompaniyalarga ketishdi-da. Va mendan so'rashadi, nimaga shunday bo'ldi? Ular ana shu qolgan qushlar bo'lishdi. Va ularni biz hozir ko'ryapmiz, o'sha kompaniya ochib yurganlarni ahvolini, nima bo'layotganini, ochilib, yopilib, har xil parokandalarga uchrab, ya'ni kengayish, keyingi darajaga o'tish, uni xalqaro qilish, xalqaro darajada kompaniyani tashkil qilish, u haqda o'sha gap so'z yo'q. Bitta joyda qotib qolgan, o'sha 15 yil oldingi marketingda haligacha bir-biridan kopiya qilib ishlashadi va hozirgi kunda bozorda, ya'ni biz ko'rib turgan tarmoqli marketing bozorida mana bu imijni tushirish, ya'ni tarmoqli marketingning obro'sini to'kish haligacha davom etib kelyapti. Aynan mana shu tufayli. Va qushlarga ham nazar solsangiz, aynan mana shunaqangi sifatsiz quriladigan uylar juda ham ko'p. Va haligi kompaniyadan kompaniyaga o'tishlarining ham sababi ham aynidan shu. Ularda sabr yo'q. Ular oxirigacha bir narsani o'rganay, sodiq bo'lay demaydi. Ular bir misol shunaqa hamkorlarni ko'raman, juda ham ko'p ko'raman. Ularni nazdida ularni samatsenkasi, o'ziga beradigan bahosi shunaqa darajada pastki, bitta sayohat uchun pirillab uchib ketadi boshqa kompaniyaga. Ularni fikri qanday? Hozir men yaxshi kompaniyaga boraman, arzimagan ish narsaga aksiya e'lon qilib qo'yishadi. U kompaniyalar ham nima o'ylaydi? Juda tor fikrlashadi. Hozir deydi, sayohat e'lon qilamiz-da deydi. Ana u falonchi kompaniya, hamma kompaniyadan yig'ib olamiz deydi.
Keyin ularni fikrida, ya'ni o'zlarini o'zi aldaydida, o'shanaqa odamlar bilan katta kompaniya quramiz deb o'ylashadi. Va o'sha sayohatni e'lon qilishadi. Ular keladi, u shartni bajaradi, chunki arzimagan shart bo'ladi. Keyin sayohatga ham olib borib keladi. Keyin vaqt o'tib bu kompaniya yo'q bo'lib ketadi. Mana shu oxirgi 3-4 yil ichida bunaqa kompaniyalarni juda ham ko'p takror ko'rdik. Yoki boshqa xuddi shu pozitsiya, faqat keyingi pog'ona o'ylaydiganlar ham bor. Vot avtobonus, bu sayohat oladi, avtobonusga erishadi-da, keyingi kompaniyaga o'tib ketadi. Fikr xuddi shu. Tak, olib oldim mashinani deydi, endi deydi, deydi, men keyingi kompaniyaga o'taman deydi. Uni nazdida, uni fikrda, ya'ni shu darajada o'ziga beradigan bahosi pastki, ya'ni samatsenkasi pastki, o'zini usti bilan ishlashga sabr yo'q. Tushunyapsizmi? Mana shu qushlarga o'xshab. Ya'ni oxirigacha o'rganishga sabr yo'qda. Agar sal ozgina o'rgansa, ko'proq bilsa, o'sha kompaniyada uzoqroq qolsa, keyingi pog'onaga o'taveradi. Lekin uni fikrda nima? O'ylaydiki, men faqat shu avtobonus olaman deydi. Shuning uchun nima qiladi? Boradi kompaniyaga, sayohat oladi, avtobonus oladida, yana yig'ishtirib boshqa kompaniyaga o'tadi. Kerak bo'lsa, uyalmaydi o'sha oxirgi o'zini kompaniyasiga ham qaytishga. Bu bilan nima demoqchiman? Zinhor hozir hech kimni muhokama qilmoqchiman. Pожалуйста, kompaniyadan kompaniyaga o'tib yursin. Bu har bir kishini o'zini tanlovi avvalo. Qandan ursin. Lekin mana bu bo'layotgan ishlar nima uchun yuz berayotganini prosta sizlarga tushuntirmoqchiman, чтобы siz ko'zingizni oching va ana shu kompaniyadan kompaniyaga ko'chib yurgan odamlarni ko'rsangiz, do'stlar, chalg'imang va o'shanday qo'shtirnoq ichidagi sitiviklarga qurbonga aylanib qolmang do'stlar. Qurbonga aylanib qolmang. Nega? Chunki sizni olib ketib o'sha kompaniyaga sizni bahonangizda, yordamingizda, yana sizga o'xshaganlarning yordamida o'ziga komanda quradi, sayohatga borib keladi. Yoki borib bitta avtobonus oladi-da, qolgani bilan ishi yo'q. U keyingi kompaniyani o'ylaydi. Tushunyapsizmi? Aynan mana shunaqangi sabrsizlar tufayli mana shunday ishlar bo'layapti. Keyin o'sha kompaniya ochayotganlar ham ular o'sha oxirgacha o'rgangani yo'q. U ko'rdiki, что mana bunday qilib komanda qurilar ekan, bunday qilib olib sotsa bo'lar ekan deb turib, dешевый qanaqangidir bo'lmaydigan mahsulotlarni olib kelib olishyapti-da. O'ylashyaptiki, ular kompaniya ochamiz deb o'ylashyapti. Ochyapti kompaniyani. Lekin yana ular bozorni buzishga sababchi bo'lib qolishyapti. Sifatsiz mahsulotlari bilan, oxirigacha demak bilmaydigan tajribasizligi bilan-da, ya'ni ular hamma narsani ko'rgani yo'q. Mana bugun menga bir nima deydi, shogirdimiz menga savol qo'ydi. Shu savolda javobi o'laroq aytdimki, ular meni shogirdlarim, lekin ular oxirigacha o'rganishgani yo'q. Ular mendan qisman narsani o'rganishdi, keyin borib o'zini kompaniyasini ochdi. Lekin ular kompaniya boshqarish bo'yicha, kompaniyani rivojlantirish bo'yicha, uni dalsha o'stirib yuborish bo'yicha ularda tajriba yo'q. Kompaniyani 4 ta eng muhim ustunlaridan biri shuki, bu kompaniyani asoschisi tajribali. Bu tajribasi natija bilan bog'langan, yillar davomida ruschasiga shunaqa gap bor. Огонь и вода, медные трубы deydi. Ana shularning hammasidan o'tgan bo'lishi kerak. Agar bulardan o'tmaydigan bo'lsa, bu kompaniyani asoschisi bu kompaniyani oxiri tupikka borib tiqadi. Bunaqalarni qanchasini ko'rdik. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'sha uchun bunday kompaniyalarga qurbon bo'lib qolmang. O'zingizga yaxshi bir sifatli demak xalqaro darajada hamma talablarga javob beradigan, ham asoschisi sitivik bo'lgan, ham kuchli komanda to'plangan, ham mahsulotlari insonlarga kerakli bo'lgan. Bu chunki halollikni ta'minlab beruvchi omil do'stlar tarmoqli marketingda. Agar tarmoqli marketingda halol harom haqida fatvoni o'qisangiz, u yerda fatvodagi muhim punktlarda mahsulot turadi. Ya'ni shunday bo'lish kerakki, ya'ni agar shu kompaniyani marketing plani bo'lmaganida, sen mana shu mahsulotga muhtojmiding? Shu mahsulot senga kerakmi? degan savol turadi. Ha, menga bu mahsulot kerak bo'lsa, demak bu kompaniya halol uje bitta punktiga javob bergan bo'ladi. Bitta punktiga, yana boshqa punktlar ham bor u yoqda. Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, ya'ni yo'q, agar bu yerda puli bo'lmaganda, biznesi bo'lmaganda, men bu mahsulotni olmasdim deydigan bo'lsangiz, to uje harom bu marketing. Tushunyapsizmi? Ya'ni mahsuloti har kuni kerak bo'ladigan, har doim kerak bo'ladigan, mana shu joyda aytib ketishim kerak.
ya'ni qayta xaridi yo'q, shu bir martalik xaridli kompaniyalar bor do'stlar. Bu juda opasniy, bu haromligini yaqqol misoli bu. To'rtinchisi bu marketing. Marketing ham halol marketingda qurilgan bo'lishi va u juda ko'p nima deydi, sloy naseleniya, ya'ni juda ko'p tabaqadagi insonlarni, odamlarni o'z ichiga olish kerak. Har sohadagi odamlarni ichiga olish kerak va daromadi bo'yicha moliyaviy piramida bo'lib qolish kerak emas. Chunki moliyaviy piramida shundoq ham uni elementi tarmoqli marketingga o'xshaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu yerda juda ham ko'p omillar bor. Mana shu omillarni hammasini inobatga olish juda ham muhim. O'shuning uchun do'stlar, bunday kompaniyalarning qurboniga aylanib qolmang. Agar kompaniyani qurboniga aylanib qolmaydi desangiz, mana shu men sizga sanab o'tgan masalalar haqida sinchkovlik bilan bosh qotiring, o'ylang, savollaringizga javob oling, keyin boshlang. Afsuski ko'pchilik bu biznes haqida, tarmoqli marketing haqida demak ma'lumotga ega emas, chunki ko'pchilik shunchadan aldanib qolayotganlarini biz do'stlar ko'ryapmiz, afsuski. Do'stlar, barchangizga stabil o'sib boradigan, rivojlanib boradigan shu bir marta shu komanda qurasiz-u, shu komanda doimiy tarzda sizga passiv daromad olib keladigan, sizni doim yuzingizni yorug' qiladigan, odamlardan rahmatlar, duolar oladigan biznes bilan shug'ullanishingizni, qaysi biznes bo'lishidan qat'iy nazar, ham sizga foyda olib keladigan, ham atrofdagilarga foyda olib keladigan, ham hayotni go'zal qiladigan, sizga dunyoni ko'rsatadigan, hayotingizni yaxshi tomonga stilini o'zgartiradigan sizga biznes kompaniyalarni tilayman do'stlar. Sog' bo'ling. Sherdilzodani kanalida kuzatishda davom eting. Paka do'stlar.